Bilasizmi, bir necha marta ketmoqchi ham bo'ldim. San'atdan. Va hali ham shunaqa bir fikrim yo'q emas. Rostdan shu sohani shundoq chiqib, chunki boshqa zo'r sohalar bor, ketaymikin degan hozir ham shunaqa o'y bor. Nimaga? Chunki mana shunaqa holat. Chunki o'shalarni bir bo'lagi bo'lish sanam o'sha artist deb ham degan narsa bu qanaqadir bilmayman, ular uchun bu uyatli emas, kimlar uchundir bu uyatli degan narsani hisobga olish kerak-da. Eng yomoni bilasizmi, eng dahshatli darajasiga keldik. O'lgan odamni orqasidan qanaqa gaplar, bu dahshatli gap-da. O'lgan odamni haligi u kofir bo'lsa ham gapirma deydi-da. Farzandlari Botirjon Qodirov. To'ng'ich farzandi Botir Qodirov. Marhum san'atkor Sherali Jo'rayevning to'ng'ich farzandlari Botir Qodirovjon. Shohjahon Jo'rayev dadangdan sal kichkina. O'tgan u nikohsiz she'r yaqinlashadi ham bo'lamas. O'lganga achingan ko'p, lekin bir katta sabitiya bo'lmadi. Xalqning ko'nglini sovutib qo'yilgan joyi bor. Sovutmaslik kerak hammamizga. Birinchidan farzand sifatida men muhokama qilmaslikka harakat qilaman. O'tkazilgan avtorlik huquqidan o'tkazilib pechat olingan. Mumkin emas. Avtorskiy prava, mualliflik huquqi. Mumkin emas. Bu o'lgan odam aytadi-yu, o'lgan eshikni borib go'shtini yeyveringlar, sizlarga bu halol bo'ldi deydi. Nimaga aytsa, bu o'lgan odam gapirdinglar deydi. O'lgan odam gapirgan odam o'lgan eshikni go'shtini yesa bo'ladi-da, darajada. Endi tasavvur qiling, shunaqalarni ko'rgandan keyin bir yaxshi bir odam bilan deydi. Shularni bir cheti bo'lib qolish qanaqadir. O'shaning uchun men iltimos qilardimki, mana bugungi shou biznesga, bunga men bo'layotgan holatlarga qo'shmaydi. Men ular qatorida emasman, xudo xolis. Va ular